Endi chekib olgan endi bittasi. Chekib olib turib, ashulani ham aytyapti. Ashulasini qarang. Anasha. Ты наш цветок восточный, Анаша. У тебя кайф такой мощный, Анаша. Кайфуй, балдей, моя душа. Uyga kirib, qorni ochib ketganda, oshxonani eshigini ochsa, otasi o'tirgan o'sha cho'kkalab. Assalomu alaykum dada, yaxshi o'tiribsizmi? Kamchilik yo'qmi? Yopishingni. Hop. Xudo bir asradi otam. Mehmonxonaga kirib ketaman deb eshikni ochsa, otasi o'tirganmish cho'kkalab olib. Assalomu alaykum ota, yaxshimisiz? Onamlar yo'qmilar? Tinchlikmi? Kamchilik yo'qmi? Yop eshikni. Endi sezib qoladi, ko'chaga chiqib ketaman. Deb ko'cha eshigini ochsa, otasi o'tirganmish. Assalomu alaykum ota, tinchlikmi? Xizmat yo'qmi? Yopasanmi tualetda eshigini yo'qmi? Yo'q. Chiqib olib turib, oynaga qarab, nasha chekmayman debdi. Voy, qarib ketganim, peshonam bir chiziq daftar bo'lib ketibdi. Soqol mo'ylovlarim oqarib ketgan. Yuzlarim qarab, boshqa chekmayman, xudo. Boshqa chekmayman. Yoniga onasi kelib, "Bolam tinchlikmi? Otangning suratiga qarab nimalar deyapsan?"